Yo. Birga nima qilamiz? Ketdik. Boshidan qaraymiz. Men ana qilaman, o'qiyman, keyin men o'zim tarjima qilaman. Men sizdan tarjimasini so'rayman. Vokabulari, xo'pmi? Ketdik. Many people enjoy watching fighting sports. Ko'p odamlar ekranga qarang. Ko'p odamlar mazza qilib tomosha qilishadi. Urush sportlari, jang qiladigan sportlardan. The ancient Romans also liked to watch fights. Qadimiy romanlar ham yaxshi ko'rgan jangni tomosha qilishni. To'g'rimi? The fighters were called gladiators. O'sha jangchilar nima deb kim deb chaqirilgan? Called chaqirilgan deyapti, nomlangan. The fights took place in a large stadium. Yozib qo'yinglar, took place degani nima degani ekan? Bo'lib o'tadi. Bo'lib o'tadi degan. Yozib qo'yinglar anaqalarga. Slovlarga. Take place da, ana took bo'lganda u. Bo'lib o'tmoq. Bo'lib o'tmoq. Tushunarlimi? Bo'lib o'tadi. Nima bo'lib o'tadi? Janglar bo'lib o'tar ekan, in a large stadium, katta stadionda bo'lib o'tadi, to'g'rimi? Rasmga qarang-da mana. Katta stadion ko'rinib turibdimi? Ana shu katta stadionda bo'lib o'tar ekanda. People filled the stadium. Fill degan to'ldirmoq degan. To'ldiradi stadionni. Then keyin the gladiators walked in slowly. Undan keyin gladiatorlar sekin yurib kirib keladi. They waved to the cheering crowd. Ular unaqa qo'lini bundoq qiladi. Nima deydi? Salmoshdan qo'lini unaqa qiladi-da. Ana shu wave degani. Hello, hi deydi-yu. O'sha wave qiladi. Cheering, kimga qarab wave qiladi? Cheering crowd. Ekranga qarang. Cheering degani bor-ku, olqishlayotgan degani. Qarsak chaltiradi-ku. Crowd degani shu omma degan. Omma, olomon deymiz-ku. Shunaqa. They wore strong armor and held their swords high. Qarang, wear kiymoq-ku. Past simple da bo'lsa were bo'ladi, ular o'sha paytda juda ham qalin, kuchli armor bu nima? Sovut degan. Sovutlarni kiygan va held degani hold borku, hold ishlamoq. Ana shu hold held bo'ladi-da. Shular edi o'zlarini yuqori anaqa qilichlarini balandga ushlagan. Ko'targan, Then a loud horn sounded. The fight started. Horn nima? Bilsalaring bir baland sirnaga o'xshagan bir hayvonni shoxiga o'xshayotgan og'ziga qo'yayotgan puflab chaladiku, ovoz bir odamni cho'chitadigan ovoz chiqaradi. O'shanaqani ular ovozini chiqadi va jang boshlanadi deyapti. Sometimes gladiators fought each other. Ba'zan ular bir-biri bilan urushadi deyapti. Fought, Other times, lekin boshqa vaqtda they fought wild animals like lions, crocodiles and bulls. Boshqa paytda ular urushar ekan, yovvoyi hayvonlar bilan, like degan bu yerda xuddi degan. Xuddi misol uchun sherlar, timsohlar bilan va buqalar bilan urushadi. Buqa. The gladiators fight lasted all day. Ya'ni gladiator janglari last degan davom etmoq degan. Kuni bo'yi davom etadi. Kuni bo'yi bo'lar ekanda. Tushundingizmi?
Some gladiators even died. Ba'zilari o'sha yerda o'ladi. Nimaga deganda shir bilan olishyapti-da. But a champion gladiator receives a lot of money. Lekin chempion gladiator qancha nima qiladi? Pul oladi. Some gladiators even become very famous. Ba'zi gladiatorlar ba'zan nima qiladi? Become famous degani become bo'lmoqmi? Juda mashhur bo'lishadi, ha? They got a lot of attention like movie stars nowadays. Ular got olmoq degan get. O'tgan zamonda got bo'ladi-ya. Juda ham ko'p e'tibor ular o'ziga tortadi. Attention e'tibor, ha? Xuddi bugungi kundagi yulduzlar kabi. Kino yulduzlar aytayapti-da. Ha? E'tibor, juda ham e'tibor beramiz-ku kino yulduzlarga. Misol uchun, qanaqa kino yulduzlar bilasizlar? Yana. Mike Tyson. Celebrities, Mike Tyson yana. O'zbeklar. Bahodir Jalolov. Bahodir Jalolov, ha, yana. Ziyoro Keldiyorov, ha? Ha? Janglarda. Aha. Mana endi rasmga qaranglar. Ko'rdingmi, bitta yigit turibdi. Ana shu odam oti gladiator deyapti. Uni kiygan anaqasi do'mbulg'alari armor sword deyapti. Qo'ldagi sword deyapti. Ana shunaqa urishadi-da. Gladiator bo'lishga xohlaysizmi? Nimaga? Ketdik mana birinchi which words tell about fighting sports? Birinchi savol. Javob beramiz, ha. Tepada. Qaysi sport jang sportlariga kiradi? Fighters, dangerous, wrestlerchi, kurashchilar. Kiradi, jang qiladi bir-birini. Ketdik. Boksер ham bormi? Ha, boksер ham bor ekan, ha, shunaqa. Ring ham kiradi-ku. Pastga tushamiz, ana bunga tushamiz. Cheek comprehensionga tushamiz. What is the passage mainly about? Passage nima haqida? Ha? Ajo. How gladiators killed animals. Qanday qilib gladiatorlar hayvonlar o'ldirgani haqidami? Ha? Qanday qilib hayvonlarni emas, odamlar bilan urushadi deydi-ku. To'g'rimi? Urushadi deb aytdi, lekin asosan u haqida aytmadi-da. Bizga hozir asosan topishimiz kerak. How gladiators used stadium. Qanday qilib stadionni o'zlariga yo'q, o'zlari ishlatganligi haqida aytdimi? Gladiatorlar bunaqa ishlatadi dedimi? Yo'q, anaqa stadion haqida ko'p gapirmadi-ya. Keyingisi, how gladiators fought. Qanday gladiatorlar urushgani haqidami? Ana. Allo. Eshitaman. Ha, nima gap? Yo'q, nimaga? Hey, nimaga? Ana o'qisin, menda kartada pul bor edi. Ya kartada pul bor-da. Qayerga boradi u? Kartani aytamiz. Ikkinchisi. Where did gladiators fight? Qayerda urushdi? At the stadiummi yoki on the mountainmi? At the stadium. In an animal cage demi? Hayvon stadium. 3. According to the passage. According to nima degan? Yo'q, yozib qo'ying. According to degan gabinon degan. Yozib qo'ying tez. According to gabinon. Gabinon. Bo'ldimi?
gladiatorlar strong armor kiygan deyapti. sovuq. Qarang, qaysi to'g'ri, which is true deyapti. Passagega binoan qaysi to'g'ri deyapti. A javobda gladiators were movie stars. Movie star bo'lganmi? Gladiatorlar fought for 2 hours. Gladiators fought for 2 hours. 2 soat turishganmi? Kuni bo'yi, ya? All day. See, gladiators were strong armor. Siz bo'ladi, ya? Ya'ni juda ham kuchli armor kiygan deb, ha? Soatlar kiygan. Keyingisi. Bo'shliqni to'ldiramiz yana. The ancient Romans enjoyed fighting sports. Qaysi bo'ladi? Nima qo'yamiz? Ha? So'zlari ham yo'q berilgan. Tak. Anaqani ichidan olar ekanmiz. O'zlari bermabdi-da bular. Boshqasini qiladi. Yo'q, boshqasini qo'yamiz, shuni qilamiz. So'zi yo'q-ku. Tepa tekst ichidan olamizda. Ancient Romans enjoyed fighting sports. Romanlar nima qilgan? Tekstga qaranglar-chi. Romanlar. Boshni o'qinglar. Roman nimaydi? Odamlar. The ancient Romans also liked to watch fight. Ular qari o'sha tomosha qilgan. Watch bo'ladimi? Yo'q, watch qarang, passage qarang. Mana. Ancient Romans enjoyed watching fighting sports. Bo'ladi-da. Ana. A winner gladiator received. Winner gladiator nima olgan? A lot of money. Ana. Prize with lots of money. Ana shunday. Keyingisi. Qo'yishimizga enjoyed, ancient, attention, received qo'yishimizga. Yaxshilab qaranglar. Please, here comes today's homework. Chunki u bittasi u katta bilan yozilgan. Virgul bilan yozilganmi boshida? Mana shu yerda aytadi, attention, e'tibor bering, iltimos deyapti. U katta bilan boshlangan. Katta bilan boshlangan? Qanaqa u katta? Katta harf bilan boshlangan. Boshda katta harf bilan keladi yaxshimi? Kir ichkariga. Menga kel. Ketdik. This vase was made 500 years ago. Qarang, vase bu otda, qarang. Otdan oldin nima keladi? Tubi. Otdan oldin sifat keladi. O'tgansizmi shuni? Sifat keladi. Karina? Bu yoqqa kel. Qani qaysini qo'yamiz? Enjoy qo'yamiz, ancient qo'yamiz, attention nima, receive nima? Otdan oldin sifat keladi-da. Qaysi biri endi? Qarang, 500 yil oldin qilinilgan deyapti-da. Nima qilingan bo'ladi? Savol qo'ying. Please. Bu bajarilganda o'sha nima? Vaza. Vaza qaysi bo'ladi endi? Nima edi? Gladiatorlar Vazadan oldinga bitta so'z qo'ying. Ancient qo'yaylik shunga. Bu qadimiy vaza yasalgan 500 yil oldin. Qadimiy vaza bo'ladi, to'g'rimi? I really the boat ride. Ya'ni qayiqqa minishni men nima qilaman? I love water activities. Ya'ni suvda qilinayotgan ishlarni yaxshi ko'raman. Demak, u qayiqda bo'lishni juda yaxshi ko'radi. Qayiqqa minishni yaxshi ko'radi. Enjoy bo'ladi. To'g'rimi? Siz ham e'tibor bering. Did you email I sent you? Receive, ha? Qabul qilib oldingmi? Men jo'natgan anaqani deyapti, to'g'rimi? Shunday. Keyingisi. Organize information. Tartib bilan qo'yib chiqing deyapti, ha? A scene at the ancient stadium. Ya'ni scene bu yerda tomosha deyapti-da. Tushunami? Stadiondagi tomoshani ko'ramiz. Keyin mana bu yerda 4 ta so'z qo'yamiz. Gladiators waved to the crowds. Ha? Bo'shliqqa qo'yishimiz kerak. Qachon ular qo'lini bundoq crowdga qarab nima qildi-da? To'g'rimi? U chiqayotganda started with Enter the stadium. Birinchisi, enter the stadium waving their crowd. Ya'ni ular stadionga kirib kelishganda qo'lni siltab bundoq qilib keladi-da bular. Tushundingizmi? Keyingisi. Gladiators high. Gladiatorlar nimadir qildi deydi yuqoriga. boyam qilichini ko'tardi. Held their sword. Oxirgida bular, Qurolni ko'tardi. Ana. Fight
Start so'z. Fight each others bo'ladi. Fight. Each others. Fight. Fought each others. Yo'q. Fight started with a loud horn sound. Ya'ni katta bir boyagi hayvonni shoxidan tayyorlangan bir qanaqa ovoz chiqaradigan narsa bilan, shuni ovozi bilan boshlangan. Aytdi-yu tepada. Ana shunday. Gladiators or wild animals. Fight each other or wild animals. Yoki o'zlari bilan urushgan yoki yovvoyi hayvonlar bilan. Undan keyingisi undan ham qiziq-ku. Yana qilamiz. Ha? 3-unitni ham qilamizmi?